Bugungi asarimiz sizlar bilan Xudoyberdi To'xtaboyevning 5 bolali yigitcha asari hisoblanadi. Demak, asarni boshida nomiga ham qarab ba'zi odamlarni o'ziga tortadi, qiziqtiradi. Ya'ni 5 bolali yigitcha. Qanday qilib yigitcha 5 ta bolasi bor? Nimadan ekan? Har qanday odam ham qiziqib ko'radi. Endi bu asarga keladigan bo'lsak, bu asar urush davrini yoritib bergan asar hisoblanib, urushda o'z ota-onasidan ayrilgan Orifni 5 ta uka singillariga aynan o'zi ham ota, ham ona bo'lib qarashi, ularga doim ular tarbiya qilishi, ular uchun jon kuydirib yashashi, ularni jon kuydirib, demak, boricha ularni boqishga, boshqaga, shuning uchun kichkina, demak, o'zi hali maktab o'quvchisi bo'lsa ham, o'sha davrdan boshlab ishga kirib ketishi, o'sha yerda ishlashi, bunda demak, o'sha yerni demak, raisi va maktab direktorlari ham bunga yordam berishlari ko'rsatib o'tilgan bu asarda. Bu asarda 5 bolali yigitcha deganda, endi aslida bunday qarasa, ko'p odamlar bolalik desa beg'uborlik, o'yin-qaroqlik, sho'xlikni tushunadi. Lekin hammani ham bolaligi beg'ubor, sho'xlik, o'yin-qaroqlik, erkalik bilan o'tavermaydi. Ko'pchilikni bolaligi qiyinchilik bilan o'tadi, azob bilan o'tadi. Ayni Orif ham xuddi shunday yoshligi qiyinchilik bilan o'tgan, ya'ni yosh bolalikdan birdaniga katta odamga aylanib qolgan, o'z uka singillari uchun o'zi qalqon, suyanchiq bo'lib turadigan yigit, ya'ni bola ko'rsatib berilgan. Asli bola edi, maktab yoshidagi bola, lekin yigitcha deb aytayapti. Chunki u yigitlar qiladigan ishni qilayotganda o'sha vaqtda. Ba'zi yigitlarimiz 30 ga kirib ham ishini eplolmayotgan paytda bu hali maktab o'quvchisi bo'lib turib, ukalarini, singillarini boqayotgandi. Shuning uchun ham bizlarda bitta maqol bor, ya'ni bo'ladigan bola 5 yoshida bosh bo'lur, bo'lmaydigan bola 30 da ham yosh bo'lur degan maqol ayni mana shu asarga juda mos tushadi. Ya'ni Orif ham bo'ladigan bola edi. Shuning uchun yoshligidan shu ukalariga, singillariga bosh bo'lib, o'sha davr jamiyatida o'zini ko'rsata oldi. Boshqalar oldida hurmat qozona oldi. Hamma odamlar unga ba'zilar havas ko'zi bilan, ba'zilar achinish ko'zi bilan qarardi. Lekin aslida bunday qaraganda biz o'zimiz ham havas qiladigan yigit bo'lgan u. Ya'ni shuncha uka singillariga bare deb tashab ketavermadi yoki shuncha million puli bo'lib turib ota-onasini, bolalarini deddomga, qariyalar uyiga tashayotgan yoshlarimizni, odamlarimizni ishini qilmadi. O'zi boqishga harakat qildi, o'zi katta qilishga harakat qildi. Qiynaldi, azoblandi, ammo katta qildi, erisha oldi. Bu asarda shu narsa ko'rsatib berilgan va ayni urush davrida bunday mard yigitlarimiz, mard odamlarimiz ko'p bo'lgan. Va qolganlarga ham tavsiya qilib qolardim. Ya'ni boshqalar ham sal o'ziga nima qilayotganini, oilani demak, obro'si qanaqa bo'lishini, oilani qanday hurmat qilishni, vijdonga ozgina yo'l qo'yib berishni, faqatgina boylik, mansab deb ba'zida aytadi-ku, nima ko'z aldaydi, qo'l aldaydi, miya aldaydi, yurakka qara, yurak aldamaydi deydi-ku. Tog'ay Murodni qaysi asarida? Yulduzlar mangu yonadi asarida. Xuddi shunday yurakka, vijdonga ozgina qarab ish qilsanglar, menimcha Orifga o'xshagan sizlarni ham nomlaring asarda qoladigan odamlar bo'lasizlar degan umiddaman. Ayni yoshlarimizga ham, kattalarimizga ham aytilgan gap bu. Demak, bu asarni oilaparvarlikning eng namunasi. Albatta. Albatta. Oila uchun, vatani uchun xizmat qilaman degan, haqiqiy insonman degan hammasi o'qishi kerak bo'lgan asar deb hisoblayman buni. Rahmat kattakon. Rahmat.